Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Men keyingi zakazlarimizni putkazib bo'ldik. Xudo xolasa, mana endi o'rnatgani olib borib o'rnatib kelamiz. O'rnatib bo'lib yana video obzor qilamiz. Kech qolib ketmasak deb, hali kech qolib ketsak videoga ololmay qolamiz deb, o'shaning uchun yorug' yozda olyapmiz. Mana ko'rib turganinglardek. Mana shu MDF dan mana lola pasondan qilib berdik. 06 dan qildik bularni. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustunovkasi ichida. Mana ko'rib turibsizlar. Mana ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi lola pasonda. Bularni kvadratini 900 ming so'mdan qildik. Olib borib o'rnatish ustunovkasi hamma yo'q ichida bo'lyapti mana. Qora gulli aynaklar solib berganmiz. Elda xizmatidamiz. El qatori mana sizlarga ham yashiram kerak bo'lsa bemalol qilib beraveramiz. Bemalol murojaat qila olasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like, podpiska bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalish uchun. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Mana yaqinroq bemalol ko'rsatib ham bera olaman. Zamolarimiz mana magnitli zamo, high-tech pasondagi zamo bo'pti bu. Mana. Zamo hammasi bir xilda.